Assalomu alaykum. Bugun videoda sizlar bilan Dress 2026da men bu o'yinni o'ynab Norvegiyani olib uchishga harakat qilamiz, sariq agentni olishga. Ketdik. Uchta jon berilgan. Bu futbolchini bu yoqqa qo'ysak ancha yaxshi bo'ladi. Video olyapti. Belgiya bilan tushdik. Beksursak oldu. Biz birinchi boshlayapmiz. Belgiyada yaxshi futbolchilar bor. Murtua, Bellingham. Vay. Ketdi. Qochyapti. Vah, yetolmadi. Sal astroq berganimda yetib olish imkoniyati bor edi. Haaland. Bu qachon chiqoldi bu? Endi bosyatim chiqib ketdi. Birga bir so'rlanib chiqaraveramiz va podacha Haaland va urolmadi. O'tib ketganda chotga bo'laydi-da. Endi olib qo'yish kerak. Doku. Kichkinagina bir qila. Yaxshi seyfdi. Super seyf. Nusa. Sorland. Tez yurtiraveribman. Offside'dan bor. Unga yarasha hali bir gol bo'lgan yo'q. Ajir bu yedim uncha kichkina. Yaxshi. Haalandga bersaydi yaxshi bo'laydi. Nusaga pas. Nusa Haalandga. Haaland birga bir. 1-0 Haalanddan. Emoji tashlab qo'yamiz. Haaland. O'tmadi. Haaland 2-0. 0-0 da qolardi. Qirg'ishi 0-0. Birinchi taym tugashidan. Voy, Berg nima qilyapti? Berg birga chiqib ketyapti Haaland. Yo'lini to'sib qol. 2-0 yaxshi birinchi taym. Ko'proq obuna bo'lak. O'yinlar tez 50 ta bo'lay. Va urib ketdi. Va yo'q. Ikkinchi taym boshlandi-da urib ketdi. Bu yomon degan. Bekor o'rtaga beryapman. Lekin Haaland adbori zo'r. Yaxshi 3-1. Men ham xatoimni to'g'riladim. Bitta gol urg'izardim va xatomni to'g'riladim. Endi yana bitta urib ketmasa bo'ldi. Davay dokudan olib qo'yish kerak. Va yaxshi. Onana. To'g'ri bir bo'lami? Sal qattiqroq berganman edi. To'g'ri bir bo'laydi. Va qochami?
Nusa. Ya. Oynar bittilar. Vah, qaytib bo'lib ketdi. Endi vaqt cho'zamiz. O'yin tugaganda ko'rsatib va do'stlar o'yinda yutdim, vaqt cho'zib 3-2 ga endi reklama bo'lishi mumkin, o'chirib turaman. Reklama ham tugadi. Biz birinchi o'yin yutdik. Do'stlar, men keyingi o'yin yutganlarni ko'rsataman. Ungacha videoni o'chirib keyin yoqaman. Va do'stlar, o'nga bitta gol urdim 21-sekundda, u chiqib ketdi va reklamalar bo'lishi mumkin. Keyin yana yutganlarni ko'rsataman. Do'stlar, men 46 ga ham kirib oldim. Endi qaytaga kiraman va bitta kuchaytirgich berdi va uni ishlatamiz o'zimizda. Va Rafinyaga. Juda ham zo'r tezlikka tushdi. Yaxshi degani bu. Va yutganlarimizni yana ko'rsataman. Bundan keyin raqibimiz 3 ta gol urdik, chiqib ketdi 70-daqiqada. Keyin yana yutganlarni qo'yaman. Keyingi raqibimizda 3-0 ga yutdim va yana yutganlarni qo'yib ketaveraman. Keyingi raqibimizni ham yutdik. 5 ta yutdik, jami bitta yutqazib qo'ydik. Men bitta kuchaytirgich berdi. Yana uni kuchaytiramiz. Yaxshi, Kvicha Kvaratskhelia tushdi. Keyin yana olaveraman. Ko'rsatib yutganlarimni.